Barcha musulmonlarni quvontiradigan muhim xushxabar e'lon qilindi. Qirg'izistonda Ramazon hayiti qachon nishonlanishi aytildi. Qirg'izistonda joriy yilda Ramazon hayiti qaysi kunda bo'lishi ma'lum bo'ldi. Bu haqida Qirg'iziston musulmonlari diniy boshqarmasi xabar berdi. Qirg'iziston musulmonlari diniy boshqarmasi 2026-yilgi Ramazon hayiti bayrami 20-mart kuniga to'g'ri kelishini ma'lum qildi. Ushbu qaror Turkiy davlatlar tashkilotiga a'zo mamlakatlar muftiylari huzuridagi fatvo hayiti yig'ilishida qabul qilingan deyiladi xabarda. Bu kun mamlakatda dam olish kuni deb e'lon qilinadi. Ramazon hayiti Eid al-Fitr musulmonlar uchun muqaddas Ramazon oyi yakunlanganligini bildiruvchi eng muhim bayramdir. Bu kun musulmonlar hayit namozini o'qiydi, fitr sadaqani beradi, qarindosh urug'larni ziyorat qiladi va bayram dasturxoni yozadi. Barcha musulmonlarni bunaqangi ulug' kunlarda birgalikda jam bo'lishlarini tilab qolamiz. Bayram muborak bo'lsin. Dollar haqida shoshilinch va muhim ma'lumot e'lon qilindi. O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan 11-mart kuni amalda bo'ladigan qiymatini belgiladi. Unga ko'ra, dollarning rasmiy kursi 33,12 so'mga pasaydi va 12.158,13 so'mni tashkil qildi. Yevro kursi 55,28 so'mga oshdi va 14.166,65 so'm etib belgilandi. Rossiya rubli 0,22 so'mga tushdi va 153,98 so'mni tashkil etdi. Xitoy yuani 3,14 so'mga ko'tarildi va 1769,05 so'm etib belgilandi. Oltinning 1 gramm uchun narxi esa 4700 so'mga tushdi va 2,74 so'mni tashkil qildi. Trading Wave ma'lumotlariga ko'ra 10-mart Toshkent vaqti bilan soat 16:00 holatida Bitcoin kursi 724,663 so'mga oshgan va 860,373,028 so'm etib belgilangan. Yopiqlik qozon yopiqligicha qolmaydi. Ichki ishlar bo'limi xodimi mashinada urib yuborgan erkakning jasadi topildi. Toshkent viloyati Bekobod tumani Ichki ishlar bo'limi jinoyat qidiruv bo'limi tezkor xodimi avtomashinada urib yuborgan 43 yoshli erkakning jasadi 80 kundan keyin topildi. Bu haqida marhumning yaqinlari ma'lum qildi. Voqea 25-yilning 11-dekabr kuni Bekobod tumani Qoraqo'yli mahalla hududidan o'tgan Qorasuv Bo'ka Bekobod avtomobil yo'lining 64-kilometrida sodir bo'lgan. Bekobod shahar ichki ishlar bo'limining katta tezkor vakili mast holatda oq rangli Nexia 3 rusumli avtomashinada 43 yoshli piyodani urib yuborib, yo'l transport hodisasi sodir etgan. Ushbu avtohalokat oqibatida erkak vafot etgan. So'ng ichki ishlar bo'limi xodimi jinoyat izini yashirishga urinib, xotiniga qo'ng'iroq qilgan va Matizda u aytgan joyga yetib kelishini tayinlagan. So'ng jasadni o'zining Nexia'sidan Matizga olib o'tgan. Uni voqea joyidan taxminan 35-40 kilometr uzoqlikdagi Do'stlik kanaliga oqizib yuborgan. 2025-yilning 12-dekabr kunidan boshlab erkakning jasadi maxsus bo'lim xodimlari tomonidan qidirilgan. Qariyb 80 kun o'tib uning jasadi suvga tashlangan joydan 4-5 kilometr uzoqlikdan topilgan. Yaqinlari jasadni tasdiqlagan. Eslatib o'tamiz, avvalroq Xorazm viloyatida mast holatda odam urib yuborib, uning o'limiga sababchi bo'lgan Ichki ishlar boshqarmasi inspektori 3 yil 1 oyga ozodlikdan mahrum etilganda. Shoshilinch xabar. Vaziyat tobora chigallashib bormoqda. Trampdan keskin bayonot. AQSh prezidenti Eronga qarshi hujumlar yanada kuchaytirilishini ma'lum qildi. Donald Trampning aytishicha, Tehron taslim bo'lishdan bosh tortgani ortidan yangi zarbalar rejalashtirilmoqda. Bu haqda Politico yozadi. Tramp tarmoqdagi bayonotda Eron juda qattiq zarbaga uchrashini ta'kidlab, avval nishonga olinmagan obyektlar va guruhlar ham hujumlar ro'yxatiga qo'shilishi mumkinligini bildirgan. Bu bayonot Eron prezidenti Masud Pezeshkionning AQSh talab qilgan shartsiz taslim bo'lishni rad etganligidan keyin yangragan. Pezeshkion davlat televideniyasi orqali qilgan chiqishida Tehron taslim bo'lmasligini aytganda, shu bilan birga
Eron qo'shni davlatlarga hujum qilmasligini, agar ular o'z hududidan qarshi zarbalar bermasa, bu siyosat saqlanishini e'lon qilgan. Ayni paytda mojaro energetika bozorlariga ham ta'sir qilmoqda. Urush boshlangandan beri neft narxi keskin oshgan, benzin qiymati ham ko'tarilgan. Bu holat asosan jahon neftining qariyb 20% o'tadigan Hormuz bo'g'ozidagi vaziyat bilan bog'lanmoqda. Barcha ota-onalar diqqatiga. Hushyorlikni oshiring, farzandingizdan ehtiyot bo'ling. Toshkent viloyatidagi hududlarda daydi itlarni tutish bo'yicha nazorat kuchaytirildi. Bu haqida Toshkent viloyati hokimligi xabar berdi. Qayd etilishicha, ijtimoiy tarmoqlar va ayrim axborot manbalarida Angren shahrida maktab o'quvchisini daydi it talagani va natijada o'quvchi og'ir jarohatlar oqibatida vafot etganligi haqida xabarlar tarqalgan. Ammo ushbu xabar rasmiy tasdiqlanmagan. Hodisa yuzasidan tegishli tashkilotlar tomonidan tezkor chora-tadbirlar va o'rganish ishlari boshlangan. Ayni paytda shahar va viloyat hududida daydi hayvonlarni nazorat qilish, ularni tutish hamda belgilangan maxsus joylarda saqlash ishlari kuchaytirilgan. Chora-tadbirlar natijasida o'quvchi bolani talagan it ham Angren shahar obodonlashtirish bo'limi daydi hayvonlarni tutish guruhi tomonidan tutilgan va akt tuzilib, maxsus saqlash joyiga olib borilgan. Shuningdek, kuni kecha viloyat hokimligi mas'ullari ishtirokidagi shoshilinch muhokamada mutasaddi tashkilotlar, obodonlashtirish xizmati, veterinariya bo'limi, sanitariya-epidemiologik osoyishtalik xizmati hamda boshqa mas'ul idoralarga tezkor chora-tadbirlarni amalga oshirish bo'yicha topshiriqlar berildi, deyiladi hokimlik bergan xabarda. Mazkur holat alohida nazoratga olingan bo'lib, jamoatchilik xavfsizligini ta'minlash borasida barcha zarur choralar ko'rilishi aytilgan. Ko'ngli bo'shlar ko'rishi tavsiya etilmaydi. Navoiyda dahshatli fojia sodir bo'ldi. Navoiy viloyatining Konimix tumanida quvib o'tish qoidalarini buzish sabab sodir bo'lgan yo'l transport hodisasi juda dahshatli bo'ldi. Bu haqida Millar dasturida xabar berildi. Ma'lum bo'lishicha, voqea joriy yilning 22 fevral kuni Konimix tumanida sodir bo'lgan. Sabab sifatida haydovchilarning quvib o'tish qoidalarini buzish sabab deb ko'rsatilgan. Oqibatda 4 kishi vafot etgan. Ulardan 2 nafari voqea joyida, yana 2 nafari esa shifoxonada vafot etishgan. Ayni paytda holat yuzasidan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari boshlangan. Eslatib o'tamiz, avvalroq Toshkent shahrining Olmazor tumanida 4 mashina o'rtasida yo'l transport hodisasi sodir bo'lgani haqida xabar berilganda. Muhim ma'lumot. Bugun yangiliklarimizda o'zbek shou biznesining mashhur vakili Munisa Rizayeva haqida so'z yuritamiz. Xonanda so'nggi kunlarda ijtimoiy tarmoqlarda e'lon qilingan video murojaati bilan yana muxlislar e'tiborini tortdi. Unda Munisa Rizayeva Dubaydagi uyida sodir bo'lgan kutilmagan hodisa haqida gapirdi. Xonandaning aytishicha, voqea u oila a'zolari bilan uyda o'tirgan paytida yuz bergan. Kutilmaganda ularning yashash hududi tomon uchuvchisiz uchish apparati, ya'ni bespilotnik qulab tushgan. Bu holat xonanda va uning yaqinlari uchun juda qo'rqinchli lahzalarni keltirib chiqargan. Bu haqida Anhor.uz xabar berdi. Munisa Rizayeva o'z murojaatida o'sha paytda eng avvalo o'g'lini himoya qilish haqida o'ylaganligini aytdi. Voqeadan so'ng ular bir muddat yer osti avtoturargohida yashirinishga majbur bo'lishgan. Keyinchalik xonandaning turmush o'rtog'i ularni xavfsiz hududga olib ketgan. San'atkor bu voqea hayot haqidagi qarashlarni o'zgartirganligini ham ta'kidladi. Uning so'zlariga ko'ra, bu hodisa pul va boylik emas, balki insonning tinchligi va yaqinlarning sog'lig'i eng muhim ekanligini yana bir bor eslatgan. Eslatib o'tamiz, Munisa Rizayeva so'nggi yillarda faol ijod qilib, yangi qo'shiqlar va loyihalar ustida ishlamoqda. Xonanda bir muddat farzandi bilan Dubayda yashab, ijodiy faoliyatini ham davom ettirib kelmoqda. Muxlislar esa ijtimoiy tarmoqlarda xonandaga qo'llab-quvvatlov so'zlarini yo'llab, unga va oilasiga tinchlik tilashmoqda.